Hammaga salom, sizlar bilan Speaker Boom va bugun sizlar bilan yangi spoilerni tahlil qilamiz. Shuningdek, IBIO bergan 1-2 ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Bu video juda qiziq bo'ladi. Siz yaxshilab o'rnashib oling. Biz esa boshladik. Birinchi bo'lib mana bu spoilerdan boshlasak, bu yerda 2 obliteratorni ko'ryapmiz, lekin ularning asl ismi tashuvchi bo'lishi kerak. Agar o'ng tarafga qarasak biz shaharni ko'ramiz. Bu 25-sezondagi lokatsiyaga o'xshab ketadi yoki 77-epizodning kartasiga o'xshaydi. Mana bu chiziqlardan bilish mumkinki, bu epizod hali render ham bo'lmagan va Daft Boom hali ham animatsiyada ishlayapti. Obliterator so'zi bu sotqin degani, chunki Google'ga obliterator nimani anglatadi deb yozsak. Bular xoin kosmik dengiz piyodalari bo'lib, ular texnovirus deb ataladigan kasallikka chalingan va imperiyaning bir vaqtlar sodiq xizmatkorlarini qonxo'r mutantlarga, xos kuchlarning dahshatli qurollariga aylantirgan. Menimcha hamma tushundi. Bu 2 astrolar Astro imperiyasiga xoinlik qiladi va Chitoyletni komandasiga o'tadi. Bularning hammasi kichik teoriya, epizodda bunaqa bo'lmasligi ham mumkin. Endi qiziqarli ma'lumotlarga o'tsak. Xullas, Daft Boom Discord serverining memlar kanaliga mana bu videoni tashladi. Va yakun degan yozuv bor edi, tepasida esa mas degan yozuv bor. Bunga kichik teoriyalarim bor. Birinchisi, bu qaysidir kameramenga yakun bo'ladi. Chunki bunaqa aralashuvni faqat kameramenlar katta zarba olganda bo'lardi, yoki bu serial hech qachon tugamasligi belgi. To'g'risi bu yerdan ma'no qidirish befoyda va Daft Boom shunchaki hazil tariqasida yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin bu videoni hozirda o'chirib yubordi. Bu ham yetarli darajada g'alati. Keyingi ma'lumotni IBIOdan oldik. IBIO Daft Boomdan epizodni necha foizi tayyor deb so'radi. Bunga javoban Daft Boom, menimcha 80% tayyor dedi va qo'shimcha qilib, bu epizod uzun bo'ladi, lekin 77-epizodga o'xshab emas dedi. Mening taxminimcha, epizod 7-8 daqiqa bo'ladi va juda ham qiziqarli bo'lmaydi, lekin juda ham zerikarli ham emas. Agar Daft Boomda yana la'nati muammolar chiqmasa, epizod 1-2 haftani ichida chiqadi. Bilaman, video juda qisqa bo'lib qoldi. Bunga sabab men ko'proq ma'lumot topolmaganimda va agar yana ma'lumotlar chiqib qolsa albatta tahlil qilaman. Shu bilan kichik tahlilimni tugatsam ham bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Shuningdek Telegram kanalga ham obuna bo'ling, chunki men u yerda birinchilardan bo'lib ma'lumot tashlayman. Silka opisaniyada yoki kanalimga o'tsangiz ko'rasizlar. Xullas hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.